Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda dehqon chorvachilarga atalmish yordam puli tarqatmoqda. Xitoy chet elda turib Xitoydan pensiya maoshi olayotganlarni tekshirish xizmatini boshlagan. Sharq Turkistonda g'oyib bo'lganlarning urug'-tuqqanlari TikTok filmlarda ahvolni oshkorlamoqda. Uyg'urlar bilan Tibetlar Hong Kongliklarni qo'llash namoyishi o'tkazdi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Erkin Asiya Radiosu xəbərdə atalmış Uyğur Avtonom rayonluq çarvıçılıq nazarəti yaqında dehqon çarvıçılarga yordam puli taqatish va mukofotlar siyosatini yo'l qo'yish loyihasini e'lon qilib, dehqonlarga atalmış yordam puli taqatgan. Shinjong gazetining 28 avgustdagi aloqador xabarda deyilishicha, mazkur loyiha bo'yicha tarqatilgan yordam puli berilgan terilg'iyaning umumiy ko'lami 691 million bu. Tarqatilgan umumiy yordam mukofot sommasi 2 milliard 477 million 250 ming yuan bo'lgan. Xitoy hukumati atalmış Uyghur Avtonom rayonidagi yayloqlarda chorvachilarning chorvachilik bilan shug'ullanishi cheklangan rayonlarni tasdiqlagan bo'lib, bu yerlarning jami ko'lami 150 million 100 ming moyar ekan. Uning ichidagi 5 million 100 ming moya suv boyligini saqlash va tabiiy qo'g'dash bo'yicha chorvachilik qilish cheklangan bo'lib, chorvachilarga har moyar uchun 50 yuan to'liqlama bergan. Urumchi shaharlik xalq hukumati to'g'rida tarqatilgan jiddiy uqtirishda Urumchidagi har qaysi idora organidan damelis chiqqan kishilarning turishliq tavallik rayoniga asosliq ahvolini tekshirib bekitish xizmati uchun uchurini bermaganlar oyning oxiridan boshlab pensiya maoshiga ta'sir qiladiganlik to'g'riliq uqtirish chiqarib, Xitoy hukumatining ijtimoiy farovonlik boshqarish tarmoqlarining bir tutash o'rinlashtirishi bilan damelis chiqqanlarning asosliq ahvolini tekshirib bekitish xizmati bu yil 1-iyundan tortib Urumchidagi har qaysi mahalla boshqarish komitetlarida bir tutash boshlanganligini, tekshirib bekitishning oxirgi muhlatining 31-iyulgacha ekanligi bildirilgan. Xitoy hukumati asosiy tekshirib bekitish xizmatini chet elga chiqib o'ltiraqlashib qolgan pensionerlarning ahvolini aniqlash maqsad qilgan bo'lib, uqtirishning oxirida chet elga ko'chib chiqib yashayotgan pensionerlarning bekitilgan muhlat ichida tekshirish xizmatiga qatnashmaganlarning pensiya maoshining keyingi oydan boshlab to'xtatadiganligini uqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlarga qaratgan tekshirish, hatto nazorat harakatlarini lagerlarni qurgandan buyon yanada ilgarilab kuchaytgan bo'lib, 2017 va 2018 yillari chet elga chiqib ketgan pensiyadagi Uyg'urlar va boshqalarning qaytib kelib, pensiya rasmiyatlarini to'liqlab o'tishiga doir uqtirishlarni tarqatgan. Lekin chet eldan Sharq Turkiston qaytgan Uyg'urlarning shu ketgancha pasport tortib olinib, lagerlar qamalganligi o'tirg'i chiqmoqda. Xitoy hukumati izchil lagerlarning mavjudligini inkor qilib, dunyoni aldab kelayotgan mezgilda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida urug' tuqqanlari lagerga elib ketilganlarning ahvoli TikTok film orqali vositalik aks ettirilishga boshladi. Qisqa video ko'rinishlarda muzika va suratlarning berikmasi orqali g'oyib bo'lgan lager tutqunlarining suratlari ko'rsatiladi. Yana kelib bu videolardagi shaxslarning taramlab yosh to'kkan holda g'oyib bo'lgan yaqinlarini aslishi, bu kishilarning noma'lum joylarga elib ketilganligidan bishorat berib, texmo bevosita holda g'oyiblar haqida ma'lumot bermoqda. 25 avgust Avstraliyaning Melbourne shahrida Hong Kongga madad berish namoyishi o'tkazilib, Melbourndagi Tibet va Uyg'urlardan boshqa bir qism Xitoy demokratchilari qatnashgan. Taratqularda Hong Kongdagi namoyishchi bir qizning namoyishchilarga xitob qilib, agar biz mag'lub bo'lsak, Xinjiangdagi jazo lagerdagilarning kuni qolamiz deganligi keng tarqalgan bo'lib, u qiz namoyish jarayonida Uyg'urlarning vaziyati haqida to'xtalib, ko'pchilik yaxshimisizlar? Men 90-yillardan keyin tug'ilgan, uchur texnik sohasida ishlaydigan bir Hong Konglikman. 30 yillik hayotimdan shuni his qildimki, Hong Kongning demokratiyasi uchun Xitoy kompartiyasini ag'dirmasak bo'lmaydi. Sizlarning harakatinglar Xitoy kompartiyasining zavolliq darvozasini ochdi. Biz o'zimizning haqqoniy harakatidan voz kechsak, Xinjiangdagi jazo lagerdagilarning kuniga qolamiz. Shundaq deylaymanki, agar biz mag'lub bo'lsak, Hong Kong Xinjiangga aylanadi. U chaqda biz jazo lagerlarida o'lishga majbur bo'lamiz degan. Hong Kongdagi namoyishning ta'siri bilan yaqindan beri ba'zi shaharlarda Hong Kongliklar bilan Xitoylar o'tirsida kichik doirada to'qinish, Hong Kongliklarni qo'llash namoyishi bo'lmoqda. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.